Oxirgi marta kimni yaxshi ko'raman deb aytdingiz? Erime. Ota-onangiz Atanama. hisob qilyaptilar? Yok. Opayız bolang. Hozir opayizga telefon turib yaxshi ko'raman deb aytamizmi? Hava. Tamam. Qancha oxirgi marta aytdingiz? Her gün aytamam. Başta barsam kucaklap. Hazıram barıp öpüp geldim kucaklap. Hozir borib öpib keldingiz kuzaklab, hein? Gel sen beri. Gel, adın kim? Amirxon, gel yaqinroq qo'yib tur arvani. O'rganib tur, ota-onalar yaxshi ko'raman deb aytish kerak. Alo, Mam. Ben sınıdım yaxşı göremem. Spandiyim. Ne? Ben Aytamam. yaxshi göremem. Ben hem seni yaxshi göremem. Rahmet. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Vaxtınıza sağ olun. Bu bloger bola. Blogger bala. Rahmet Men kızım. shu qizingiz sizni yaxshi ko'rishini aytib turgan adam. Hem olsa aytardı bana. Ajoyib. Приятно. Ajoyib, endi qarang, qizingiz endi borib turib sizga o'zi bir palov pishirib beradi. Darit alpaqdag'idan beri beramiz. O'zi qo'llari bilan palov pishirib beradi sizga bir. Keyin aytasiz, mazali bo'ldimi, yo'qmi? Yo, umringiz uzak bo'lsa sog' bo'ling. Ajoyib, bana onajon xursand bo'ldilar. Bo'lsa, Darit alpaqdag'i sizga supermarketimiz nomidan такой kichkina prezent. O'zi ishlab ko'rganmisiz? Yok, buncha ishladim. Как раз birinchi marta bo'ladi. Обязательно o'zingiz qo'lingiz bilan palov pishirib berasiz. Xo'p? Rahmet. Sog' bo'ling. Bizning kuzatishda davom etinglar. Mehribonim onam, beazorim